$95,000 duplex xonadon ko'rganmisizlar? Men sizlarga shunaqangi bitta idealniy xonadon topib qo'yganman. O'rtoqlar, uyimiz 7-8 qavatlarida duplex xonadon. Kvadraturamiz 65 kvadrat plus, ya'ni 65 yuqori mansard qismimiz. O'rtoqlar, uy bilan tanishamiz. Ko'rayotgan xonanglar mehmonxona, juda ham sifatli mebelировкалari, stroyniy shkaflari, yumshoq mebellari, konditorlari qo'yib qo'yilgan. Mebel texnikalari gap kelishiladi. Konditorlar, texnikalar qoladi, qolganlarini kelishsanglar bo'ladi. Xo'p, qolgan uyda bir qator tanishib chiqamiz. Ko'rishingiz uchun bu asosiy uyga kirish qismimiz. Kirganimizda shkaflarni qilib qo'yilgan stroyniy и to'g'rida birinchi bo'lib oshxonamiz. Anchagina katta, sifatli mebellar qo'yilgan, o'zini tashqariga qaragan balkonlari ham bor. Ko'rasizlar. Xo'p, koridor bo'ylab razdelniy hamma xonaga kirsak bo'ladi. Xo'p, mehmonxonaning yonginasida esa родительский спальня. Ko'ryapsizlar-a? Juda ham chiroyli ranglardan foydalanilgan, ko'zga yoqimli. Spalnining ro'parasida esa umumiy совмещенный sanuzilimiz. Ko'ryapsizlar. Bu o'rtoqlar pastki qavatimiz, endi yuqori mansardimiz bilan tanishamiz. Xo'p, yuqori mansard qismimizga ham chiqib oldik. Chiqqanimizda o'ng qo'lda birinchi совмещенный sanuzilimiz, yuqori mansardda o'zini sanuzili pastki qavatdan tashqari. Ko'rasizlar, remont holatlari tayyor, chiroyli remont qilib qo'yilgan. Buni qarshisida hozirda garderobni qilib qo'yilgan ekan. O'zingizlarning xohishingizga ko'ra o'zgartirsanglar bo'ladi. Yuqori qavatda ham razdelniy xonalarga kirsa bo'ladi. Buni yonginasida yana bitta xonamiz. Ko'ryapsizlar? Remont holatlari ideal, tayyor holatda. To'g'riga qaraydigan bo'lsangiz, yana bir xona. Fitness xona qilib yoki-da prachniy xona qilib foydalansanglar bo'ladi. Xo'p, lokatsiyasiga keladigan bo'lsak, Shayxontohur Beltepaga kelganmiz. Shundoqqina 116-maktabning yonginasi. O'rtoqlar, qiziq bo'ladigan bo'lsa, pastda raqamlarimizni qoldiryapmiz. Hozirroq aloqaga chiqsanglar bo'ladi.